urug' tuxum hujayra bilan uchrashadi, keyin DNK birlashadi, jarayon boshlanadi, hujayralar bo'lina boshlaydi, 9 oydan keyin chaqaloq tug'iladi. Odatda shunday bo'ladi. Anomaliyada tuxum hujayrada ikkita tabiiy gen mutatsiyasi birlashishi mumkin. Lekin aslida birlashmasligi kerak. Kalsiy miqdorining to'satdan oshib ketishi tuxum hujayraga urug'siz urug'lanish imkonini bergan. Bo'linishdagi xatolik oqibatida esa erkak DNKsi bo'lmasa ham bo'lina boshlagan. Partonogenез, dadasiz bola. Odamlarda bu nazariy jihatdan mumkin, lekin shu paytgacha isbotlanmagan edi. Bugungi kungacha ona, bola, qizingizda faqat ona DNKsi bor. Shaxsan o'zim 5 marta tekshirib ko'rdim. 7 oydan keyin mo'jizaga guvoh bo'lamiz.